Mana bugün 10 may 10 may 2026 yıl. Bugün mana Narxoz Üniversitesida o'qigan kursdoshlar bilan o'tirish davrasini tashkil qilgandik. Mana bugün mayapga uyushtirib, mayapga qilib o'tiribmiz. Mana do'stlar davrasimiz mana bu yoq. Murodvoy Abdurasulov deydi. O'qiganmiz. Ya hozir pensiyaga chiqqan bo'lsam ishlayapti. Alloh umr bersin, kasb-koriga baraka bersin. Rahmat. Mana bu yoq o'zida yaqin o'rtoqlarimiz birga o'qiganmiz. Narxozda Ahmadboy Molla deydi bu kishi. Mana shu mahallaning nomi nima? Farg'uza mahallasida imom xatiblar. Xizmatdalar. Bugun ham mana kechib keldi. Kechigi bo'lsa ham endi kechiramiz, ha? Ildi xizmatda bo'lganlar. Kechirimli. Kechirimli. Mana bu yoq biz Hadib Mo'minvoy ukamizlar birga o'qiganmiz bu kishi bilan. Bu kishi Qamashi, ha? Qamashi tomonidanlar, ha? Oqrabotdan. Uzumni makonida mana bu yoq ukaxonimiz Murodilla Rahmatullayev deydi. Bu kishi ham Narxozda Tavaravet bo'limida o'qiganlar. Mana shunday do'stlar davrasi birga bo'lgani uchun bu kishining mana shu dachasida bugun mehmon bo'lib mayapqa qilib o'tiribmiz. O'tgan yil mana shu may oyida birga o'tirgandik. Mana bugun ham shu may oyiga nasib qildi. Allohga hamd sano, payg'ambarimizga salovatli durudlar bo'lsin. Mana shunday do'stlar davrasini yana to'rkas tugal bo'lib o'tirmish nasib ayladi. Allohimga behadat shukrlar bo'lsin. Mana endi mana bu yoqlarni tushiramiz. Do'stlarimizni bir yil bo'ldi. O'tgan yil mana shu may oyida o'tirib mana shu yerda yaxshi dam olib ketgandik. Mana qarang, bu mana bu gullarning nimasi Turkiyadan keltirilgan. Mana shu yerga ketib rivojlantirib ekkan. Mana bog', dacha, dala hovli deyiladi mana. Dam olib, bugun mazza qilib nasib bo'lsa kechasi bilan dam olib shu yerda yotamiz bu kecha. Mana bu. Bu yil salqinroq keldi, yomg'ir bo'ldi ertalab. O'tgan yil havo issiq edi. Shunday ketdim. Men yo bo'lishim kerak. O'shadan ko'rdim,